Salom hammaga. Bugun sizlar bilan roblox.saylohoja pastga chiziqcha kanali bo'ladi. Bugun sizlar bilan One Pillow Speed Keyboard Escape o'yinini 3-qismini chiqaramiz. O'yinni esa davom ettiramiz. Hozirgina kuchayib qo'ygan edim. Voy. Qotayapti negadir. Bug bo'lyapti. Voy. Kechirasizlar, madir bug bo'lyapti, negadir bo'lyapti. Bo'lmayapti, to'g'rilamayapti. O'yinga kirib chiqay. Balki o'xshab chiqib qolar. Ha, hozir. To'ltiribdi. Respawn desak. Mana. Ha, aynan xudoga shukr to'g'rilandi. Qani ketganda. Nimadir qotdi. Voy, qanaqasi bitmadi? Mana buni kallasi qoldi. Voy, bu kallasi odam. Birinchi marta ko'ryapman. Ajoyib. Bir-birini sevib qolgan yo'shida qaranglar turishdi. Ajoyib. Juda ham ajoyib. Voy. Stage 6. Voy. Special case spawn bo'ldi. Bizga bo'lsin. Topsam zo'r ish bo'ladi, lekin topaman men. Albatta topaman. Menga bo'lmaydi, menimcha bu special key. Voy, men bu. Voy, meniki bo'ldi. Ajoyib. Juda ham zo'r bu. Special keyni topdik. O'tamiz. O'tdim. Ajoyib. Men bittada 3000 sovrinim bor edi. Men 5500 sovrin qoldim. Bittada ajoyib bu. Omadim keldi. Meni. Like bosishni esinglardan chiqarmanglar. Komment ham yozib qo'yinglar. Obuna ham bo'lib qo'ysanglar yaxshi bo'lar edi. Bu kanalni tezroq rivojlanishiga yordam bergan bo'ladilar. Yur. Voy, qotyapti. Ha, bo'ldi. Yutdik. Qanday bo'ldi? O'zim ham tushunmay qoldim. Voy, o'lib qolishimga oz qoldi. Negadir sakramay qoldi. Tunor qasdan o'lishimga oz qoldi. Hozir bizda 15 million tezlik bor, 72 level. Shuning uchun men buni olsam o'ynadim. Keyingisini tolaman. Afsuski. Shuning voy, yurmay qoldi negadir. Tushunmay qoldim. Negadir yurmay qoldim. Hozir aytdim sotib olsam bo'ladi-yu, lekin 3%lisini sotib olsam bo'ladi xolos atiga. Menga sunaqalarga to'g'ri kelmaydi. Yetmaganda adiga 3%lisi 3000 sovrin turadi. Juda ham ko'p. Menga 3000 sovrin yig'ish juda ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun aytdim hozirchalikka sotib olamiz. Kuchliroq bo'lganida sotib olamiz.
Qanaqasiga bo'ldi? To'xtab qolishimdan qoldi. Keyingi o'tish uchun 80 level, bizda 73 level. Biz buni o'tamiz, shuning uchun buni olish kerak. Men Robux'im yo'q. Ko'p bo'lsak, ko'proq bo'lganmiz va pul orqali biz Robux sota olamiz. Keyinlar sound o'zgartiramiz. Creamy juda ham g'alati. Chokolat ko'ramiz. Mana qanaqa. O juda ham zo'r, ajoyib. Voy, men qaralar, kichkinagina qanoti bor ekan. Voy, qani? Qayerga ketib qoldi? Nimaga shuni qanoti bor, lekin ucha olmaydi? Juda ham g'alati. Juda ham zo'r ovoz. Yerlar boshqalarni ham ko'ramiz. Candy'nikiga ko'ramiz masalan. Zo'r bu ham. Kalaki. Mana bunisi boshqa ajoyib lekin. Ketdik. Juda ham ajoyib. G'alati ishlatyapti sen. Qancha bo'laveradi, juda ham zo'r bu. Voy. Ko'proq Robux'im bo'lsa men mana bu soundni ochaman va mana bu yerda eng yoqtirgan soundi Vorl juda ham zo'r ovoz chiqaradi. O'yini special golden special case bambol. Bu ham meniki bo'lsin live. Meniki bo'lish kerak bu ham. Shunda juda ham zo'r bo'ladi. Voy, yo'q, o'lib qoldim. Meniki bo'lsin. Voy. Yaxshi ishlanadi Wi-Fi. Megabayt kam. Juda ham kam. Megabayt. Shuning uchun Wi-Fi'dan foydalanishga majburman. $16 million tezlik bor. Voy, o'lishimiz qoldi. Juda ham g'alati. Mas g'alati. Voy, nega sakramadi? Borishim uchun emas. Bo'ldi, special keyda qo'shgan, 100% qo'shgan special keyda. Nasib qilmadi menimcha menga special key. Voy, qanaqasiga? Voy. Voy. Ketimde juda ham oz qoldi. Yurolmay qolyapman. Erta yur desalaring. Adashga qolyapman. Voy, hozir kim o'tib ketdi? Juda ham tez o'tib ketdi. Mana bolani ko'rdilarmi? Juda ham kuchli ekan. Voy, nega sakramadi? Sakradim-ku. Keyinlar teleport qilamiz. 5-stejga. O'lib qolsam 40 ta mingga o'qlayman degani. Uxladim degani. Voy. Qanaqasiga? Nega chiqmadi? Ishonmadi. Ana buni olmadi kelmadi. Juda ham tez ekan, o'ziga ketaman deb o'yladi. Lekin olmadi kelmadi.
Voy, yürü arpan ahmoq. Ozgina turib hozir videomiz tugaydi. Chunki ish qoldi. Hozir win olsam videoni tugatamiz. Ölüp qolmasam bo'ldi, kimga sotsam. Men shu yerda ölüp qolmasam bo'ldi. Az qoldi. Bo'ldi, yog'olmas. Bo'ldi, endi shunda o'tsak, winimizni olamiz va videomizni tugatamiz. To'g'ri aytsam, bu videoda juda ham ko'p kuchay olmadik. Bu endi juda ham tez kuchayish qiyin. Faqat Robux orqali juda ham tez kuchayish mumkin. Bizda esa Robux yo'q. Nima kattamikan ular? Mayli, e'tibor beramiz. Xullas, endi oldim va videoni tugatamiz keyin. 7,5 win va video voy, golden special kay. Shuni olib tugatamiz, bo'lmaydi qizlar. Shuni olmasak bo'lmaydi lekin. Shuni olish kerak. Xudo xohlasa bizniki bo'ladi. Bizniki bo'lsin. Voy, nega olaman winni? Xullas, videomizga shu joyda. Hammaga ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar, like ham bosib qo'yinglar, komment yozish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Roblox.Saidullo Xo'jayev pastki chiziqcha bo'ldi.